Havoyimiz shu qadar changlanib ketishidan birinchi o'rinda men farzandlarim va o'zimiz sog'lig'imdan xavotirga tushdim. Chunki bu havodan kasallik orttirib olish hech gap emas. Hatto sog'lom odam ham bu havodan nafas olmayapti. Hozirda barcha ayollarning eng katta muammosi bu uyini changdan tozalash. Manam sirazu ishga kirishgan holatda qo'limga telefonimni oldim va Roboklin plisoslarni zakaz qildim. Yarim soat o'tar-o'tmasdan Roboklin xodimlari uyimga yetib kelishdi va plisosni menga boshdan oyoq tushuntirishni boshlashdi. Menga shunchaki namuna qilib ko'rsatib berganini o'zidayoq uyimda shuncha chang chiqqanini ko'rib hayron qoldim va men ham ishga tushib ketdim. Plisosni hech ikkilanmasdan sirazu sotib oldim. Uyimni tezroq chang havodan tozalash uchun sirazu ishga kirishdim. Bu plisos shunchaki suvda ishlab, uyinglarni polniy tozalab, hattoki havoinglarni ham namlab berar ekan. Aytgancha suvga har xil aromatlarni qo'shib olsanglar, uyinglardan shirin hid kelib turadi. Bu plisosni hattoki birgina qo'lingdagi pult bilan boshqarsanglar ham bo'ladi. Uyinglardagi har bitta burchaklarni ham hammasini tozalab berar ekan. O'sha bu yerda ko'rishingiz mumkin, farzandim ham hayron. Uyimdan bittagina xonamdan shuncha chang chiqdi. Uydagi chang havoni ham xuddi shunaqa suv bilan tozalab beradi. Uylardan priyatniy hid kelib, nafas olganingizda maza qilib nafas olasizlar. Bu plisos shunchaki chang tozalik desangiz adashasiz. Bu plisos hattoki gilamlarni yuvib ham beradi. To'g'ri, bu plisos anchagina qimmat, lekin bu plisosni hech qanday foizlarsiz bo'lib to'lashga ham xarid qilsangiz